Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslaveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslaveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugurt 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammaning oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu Sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraganda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor.